Parijonlar, bugun men eng yaxshi ko'rgan pirogimni qilmoqchiman. Buni xolamning qizi zo'r qiladi bu pirogni. Xullas qizlar, 3 ta tuxum solish kerak edi. Men 2 ta soldim. Nimagaki? Men listim kichkinaroq, o'shaning uchun sal kichkinaroq, kamroq qilmoqchiman. 1 stakan shakar solish kerak edi. Men 1 stakandan kamroq soldim, chunki juda ham shirin yoqtirmayman. Endi buni hozir aralashtiramiz birinchi. Qizlar, qaranglar, shakar bilan tuxumni aralashtirdim. Ko'pirib chiquncha aralashtirasizlar. Mikser bo'lsa mikserda. Mana iliq sutni ilitib 1 stakan sut solasizlar. Aralashtirib olasizlar. Keyin 1 stakan yog' solasizlar qizlar. Aralashtirasizlar. Razrihlitel bir pachka hammasini so'rasizlar qizlar. Xullas aralashtirasizlar qizlar. 1 stakan un solasizlar. Mana. Chiroyli kadrlasiz. Живой sizlarga absor deydi. Turetskiy kakaodan где-то 3 qoshiqcha to'ldirib solasizlar. Elab olasizlar. Mana qizlar, un 1 stakan soldik, 3-4 qoshiq kakao soldik. Endi sekin aralashtiramiz qizlar. Qizlar, mana yaxshilab aralashtirib oldim. Endi yog'laymiz. Mana yog'lab oldik. Endi mana bu massamizni quyib chiqamiz qizlar. Mana qizlar, endi buni 250 gradusga pishiramiz ishib chiquncha. Yaxshi qiz bo'lib pishgan, qo'yib qolmang, yommi? Qizlar, endi pirog ustiga men bu qo'yadigan glazurini tayyorlaymiz. Glazurim nima deydi? Xullas 1 stakan sut qo'ydim. Yarim piyola shakar solasizlar va o'sha piyolalarga yarim piyola yog' solasizlar. Mana. Tez-tez qilib tashlaymiz. Chiroyli kadrlar yo'q aytganimdek. Keyin 2 ta osh qoshiq turetskiy kakao solasizlar qizlar. Va endi buni yaxshilab aralashtirasizlar. Gazga qo'yib, gazda quyilguncha aralashtirib turasizlar. Mana qaynatib chiqib qizlar, aralashtirib turasiz shunaqa sal quyiladi. Mana quyildi, ko'rasizlar. Holatda quyiladi. Endi buni issiqligida bo'yi kesilgan pirog ustiga ham quyib chiqamiz. Qizlar, mana pishib chiqdi, ishib. Endi buni kesib chiqamiz. Ustiga anaqasini kakaoli podlivasini qo'yish uchun. Shunaqangi sochni, shunaqangi mazali yeb to'ymaysizlar qizlar. Bu issiqligida quyib chiqasizlar. Kesganinglar bekorga emas. Kesganinglarning orasidan ham quyilib ichlarigacha kiradi qizlar. Bu siz pirog emas. Вообще, men listim kichkinalik qilyapti. Toshib ketmasa bo'ldi. Xullas ozgina shimilgandan keyin pastga tushadi-da, yana quyib olaman ustidan qolganim. Shunaqa mazali qilib ko'ringlar. Ko'rdinglarmi? Juda ham tez bo'ldi. Juda ham. Hidiga endi вообще gap yo'q. Hozir bu ichiga kiradi. Aytganimdek. Mana qizlar, boy birinchi qo'yganim ichiga shimib ketdi. Endi qolganini quyib yuboramiz qizlar. Issiqda qo'yinglar, xo'pmi? Hidini, endi sizlarga hidini tasavvur qilib bera olmayman, qilib ko'ringlar. Sizlar ikki qatlardan uzr so'ragan holatda, mana ichlari shunaqa sochni bo'ladi, quruq bo'lmaydi. Va pishi shunaqa mazali. Qilib ko'ringlar, juda ham tez tayyor bo'ladi asosiysi.